Insonni kasbi uni ertasini belgilaydi. Ko'plab bizneslarni tizimlashtirish davomida shu narsani kuzatamanki, kasb tanlashda adashgan yoshlar, kasb tanlashda xato qilganlarni ko'rishimiz mumkin. Siz kasb tanlayotgan paytingizda shunaqa kasb tanlashingiz kerakki, o'sha kasb bilan shug'ullanganda zerikmaslik, o'sha kasbni doim yangiliklarni o'rganish sizga qiziq bo'lishi va shu kasbdan ustoz topish, shu kasbdan 1 yil, 2 yil emas, uzoq yillar davomida umringiz oxirigacha ishlashga tayyor ekanligingizni tan olgandan keyingina yangi kasbni o'rganish kerak. Insonni kasbi uni ertasini belgilaydi. Kasb tanlashga qiynayotganlarga shu narsani aytish mumkinki, to'g'ri kasb tanlasangiz, hayotingizning qolgan qismi baxtli, saodatli, o'z yaxshi ko'radigan ishda, zerikmaydigan ishda, yaxshi pul topadigan ishda o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Kasb tanlashda qiynayotgan do'stingizga videomizni jo'natib qo'ying. Ma'lumotlarni berib o'tgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.